Xitoy bizni bosib olyaptimi? Mana shu masala, savol oxirgi kunlarda juda kun tartibiga chiqib qoldi. Ko'pchilik e'tirozlarni aytyapti. Menga ham juda ko'pchilik odamlar murojaat qilib chiqishyapti, izohlarda yozyapti. Siz nima deysiz bu masalada deb. Men bundan 1,5 yil muqaddam 2 yillar ham bo'libdi. Fransiyani bir mashhur jurnali bor edi, hozir eslolmayapman. O'sha jurnalni muxbirlari kelib intervyu olganida aynan Xitoy masalasida mendan so'rashgandi va Xitoydan kirib kelayotgan investitsiyaga nisbatan munosabatimni so'rab qiziqishgan. Men o'shanda ham aytganman, Xitoy to'g'ri iqtisodiy, siyosiy masalalarda o'zini teng, sherik, do'stona tutishga harakat qilyapti. Aholisi ko'plik nuqtai nazaridan va iqtisodiy imkoniyatlar shunga yo'l qo'yadiki, ular investitsiya kiritishda juda ham faol. Lekin o'sha duch kelgan investitsiya kiritar ekan deb hammasiga ham bosh keti yo'q, chegarasiz hajmda eshikni ochib olish to'g'ri bo'lmaydi. O'sha paytda ham aytganman, Xitoyni investitsiya kiritishda strategik boshqa rejasi, maqsadi yo'qmi degan savol meni doim o'ylantiradi va men to'g'ridan to'g'ri katta hajmda investitsiya kiritilaverishdan Xitoy tomonidan ehtiyot bo'lish kerak degan fikr aytganman. Haligacha shu pozitsiyadaman. Xo'p. Asosiy muammo nimada? Investitsiyalar kelishi bu yaxshi holat, iqtisodga pul tikishi, tadbirkorlar kirib kelishi va hokazo. Lekin u ham baribir qanaqadir balans bilan bo'lishi kerak. Oxirgi vaqtlarda haqiqatdan ham bizni ko'chalarimizda, savdo nuqtalarida Xitoy yozuvidagi o'sha peshtaxtalar, Xitoy yozuvidagi reklamalarni ko'payib ketganligi bu fakt. Bu 1 yil emas, 3-4 oy ichida keskin darajada oshib ketdi va odamlar haqiqatdan bu diqqatini tortyapti. Kecha ayrim rasmiy idoralar bundan vahima ko'tarish kerak emas, bu yoq degan masalalarni chiqib aytdi. Va ayrim debil, o'zini siyosatchi deb o'ylaydigan debillar chiqib bu chetdan uyushtirilayotgan provokatsiya degan gapni ham aytyapti. Shunaqa aytayotgan odamlarga javob, yebsan bu gapingga deydigan javob. Sababi chetdan hech kim kelib deb reklama shitlarini Xitoy tilida yoki peshlavhalarda osib qo'yayotgani yo'q. Sal o'ylab gapirish kerak-da. Bu oddiy odamlar ko'rib turgan narsalar. Va odamlar nimaga xavotirga tushyapti? Oddiy savol. Xavotirga tushishining sababi shuki, Xitoy hukumatini bugungi kunda qardosh, o'sha millat, qardosh xalq bo'lgan Uyg'urlarga nisbatan qo'llayotgan siyosati, dinga nisbatan, islom diniga nisbatan, o'sha Uyg'ur xalqiga nisbatan qo'llayotgan siyosati, qayta tarbiyalovchi lagerlarni tashkil qilganligi va buni butun dunyo ko'rib turibdi. Buni yopib bo'lmaydi. Mana shunaqa salbiy munosabati cho'chityapti. Shu Uyg'urlar ham turkiy qavmlarda bir bo'lagi, bizni o'zimizni qardoshimiz ular ham. Lekin bugungi kunda ular qanaqa o'sha sinovlardan o'tyapti, buni ular yaxshi biladi va dunyo buni kuzatib turibdi. Shunchaki Xitoydan qo'rqqanligi uchun. Buni ochiq aytishga, chunki Xitoyga kuchi yetmaydi, qo'rqadi. Shuning uchun indamay ko'z yumib o'tiribdi. Xo'p. Ana shu narsa bizni boshimizga tushmaydimi? Bular qardoshlarimizni ayamaganlar bizni ayaydimi degan shunaqa qo'rquv bor. Va bu tabiiy hol, bunaqa qo'rquv bo'lishi, xavotir bo'lishi tabiiy hol. Buni to'g'ri tushunish kerak. Buni chetdan kimdir uyushtiryapti, provokatsiya deyishdi, nima keragi bor? Oddiy odamlar buni ko'rib, bilib, atrofda ko'rganligini aytayapti va xavotirni bildiryapti. Endi ayrim yana chetdan kelib bir guruhlar, masalan, o't yoqishga harakat qilganlar balki bordir, men uni bilmayman. Lekin meni shaxsiy Xitoy masalasidagi fikrim ilgari ham shunday bo'lgan, hozir ham meni hech kim bu chetdan yollab, chetdan miyamga mana shuni aytib hech kim aytmagan ham. Men uni qilmayman, men pashol deb tupuraman unaqa kim aytsa ham. Millat, xalqning manfaati, o'zbekistonliklar manfaati ustuvor bo'lishi kerak. Shuning uchun men anaqa bu yerda xolis bo'lishni men tarafdoriman. To'g'ri,
investitsiya Xitoydan kirib kelishiga menda ham e'tiroz yo'q, qarshiligi yo'q, lekin bizni strategik o'sha mamlakat davlat xavfsizligi bilan shug'ullanadigan, kelajak xavfsizligi bilan shug'ullanadigan bizni idoralarimiz bor. Ular to'g'ri hisob-kitob qilyaptimi? Ular balansi to'g'ri ishlayaptimi? Marhamat, umumiy investitsiya hajmida Xitoyniki ham, Turkiyaniki, mana Fransiyaniki, va hokazo Germaniyami, Qozog'istonmi, Rossiyami, marhamat, qaysiki mamlakatlar hammasi bir balans saqlagan holda kiritaversin investitsiya. Lekin 90% yoki 50% dan oshig'i bitta davlat hissasiga investitsiyadan to'g'ri keladigan bo'lsa, bu albatta iqtisodda balanssizga izdan chiqishiga olib keladi. Bu albatta iqtisodiy qaramlikka olib keladi qaysidir bir davlatga. Mana shuni o'ylash kerak, hisob-kitob qilish kerak. Marhamat, qarshilik yo'q, kiritsin investitsiya. Hozir bu tadbirkorlar osmondan olib gapirmayapti. Bizni bozorlarimizda haqiqatdan ham 2-3 barobar qimmatiga bo'lsa ham savdo nuqtalarini, magazinlarda o'sha sotib olayotgan tadbirkor xitoyliklar bor. Ular ochiqchasiga sotib olishyapti, ochiqchasiga bozorlarimizga yurib, sizlarga nima kerak, nima qilib beraylik, boshqa degan nimalarni taklif qilyapti va bizni tadbirkorlarimiz xavotirga tushib qolganligi tabiiy. Ular biz bozordagi o'rnimizni yo'qotib qo'yapmiz, nonimizni oldiryapmiz biz. Ertaga biz nima bilan tirikchilik qilamiz? Bular hamma yoqda egallab olyapti degan shunaqa qo'rquv bor. Xo'p, mana shu qo'rquvdan kelib chiqib, atrofga qarasangiz, vivis anaqa peshlavhalar ham ko'payib ketyapti. Reklama bannerlar, misol, biz reklama qonunchiligimizda aniq yozib qo'yilgan, davlat tilida bo'lishi kerak birinchi navbatda. Uni tarjimasi keyin bo'lishi mumkin boshqa tilda. U reklama qonunchiligi ham bir joyga kirib yotibdi xitoyliklarga kelganda. U tabiiy hol odamlarda xavotir bo'lishi. Bu yerda bozorlarda tochkalarimizni, bozorlarda o'rinni yo'qotib borayotgan bo'lsa, atrof to'la xitoycha shu nimalarga ko'milib borayotgan bo'lsa, ochiqchasiga katta-katta qilib viviskalarini, oddiy aytganda o'sha peshlavhalarni xitoy tilida berayotgan bo'lsa, O'zbekistonning ichida. Demak, O'zbekistonda xitoyliklar ko'payib ketdi. Ko'p bo'lganligi uchun shu tillarda beryapti. Bu albatta biznikilarni xavotirga soladi. E'tiroz qilyaptiki, O'zbekistonliklar ham chet elda yuribdi, ishlab yuribdi-ku, bunaqa e'tiroz bo'lmayapti-ku deb. Qaysi davlatda ko'rdingiz O'zbekistonliklar o'zbek davlat tilida reklama shitlarini xitoyliklarga o'xshab mana shunaqa har xil o'zini tilida yoki o'zbek tilida o'sha peshlavhalar ilib tashlaganligini? Bo'lsa bitta ikkita restoranni, kafeni nomi bo'lishi mumkindir. Lekin ommaviy mana bunaqa reklama shitlari, peshlavhalar, ma'lum bir joylar ommaviy egallab olishlar bunaqa bo'lmaganda. Qo'pol aytganda, ommaviy deganda qanaqa? Misol, savdo nuqtalarida ko'ryapmiz-da, men o'zim yaqinda mana shu Toshkent viloyatidan kirib kelaman shaharga ko'pincha. Men o'zim haqiqatan hayron qoldim. Men Xitoyga tushib qoldimmi deb o'yladim. Meni ham xavotirga soldi. Nimaga? Chunki ko'ryapmiz bizni qardoshlarning boshiga nima kun tushayotganini. Bu davlatlar aro nizo keltirish, bizni kimdir Xitoy bilan urushtirib qo'yishga harakat qilyapti degan gap bu kulgili gap-da. Bu oddiy O'zbekistonliklarning fikri. Prichom tu chetdan kimdir uni miyasiga qo'yyapti degan narsa. Qachongacha dushmanni chetdan qidiraverish kerak? Balki ichimizdan qidirarmiz unda. O'zingizlarda o'sha xizmat qilayotgan. Xo'p, mana shu balansni ushlay olmayotgan, pul qayerdan kelsa keldi, davay tiqib yuboraver deb kelajakni o'ylamasdan, orqa-ketga qaramasdan ish qilayotganlarning xatosidir balki. Balki o'shalardan qidirish kerakdir, haqiqiy o'sha kim o'zi kelajakda sotyapti degan masalani. Oddiy fuqarolar, xalqni, o'zbekistonliklarning fikri bu chet eldan uyushtirilyapti deb qarayverishni bas qilish kerak. Bu dalbayobcha fikrlashni to'xtatish kerak. Mana shunaqa bir ikkita chiqib gapiryapti. Bu dalbayobizm, bu debilizm. Qo'pol aytganda, odamni tilni majbur qilib qichityapti shunaqa. Nima bo'lsa, mana shu Milliy bog'da ham ko'rdik. Yugurish musobaqasini qilindi, boshqa degan anaqa sport tadbir mashg'ulot bo'lgan ekan deb turib, chiroyli yog'ini yamab qo'yapti. Xo'p, biznikilar, boshqalar shunaqa ruxsatsiz sport shunaqa tadbir mashg'ulot qilganda har xil bayroqlarni qilib olib yo'l qo'yilarmidi? Kamda 15 sutkaga ketardi-ku. Hatto o'tgan yillar mana bo'ldi. 25-may kuni o'zimizni O'zbekiston bayrog'ini taqib bozorda yurgan bolalarni nima qildi? Xodimlar ushlab olib, mana bitiruvchilar, mana bu yerdagi lenta bilan chiqqan bitiruvchilarni ham kerak bo'lsa bayroq bilan O'zbekiston bayrog'i edi shu. Olib borib
ana yeshtirib ularga bosim qilgan xodimlar, shunaqa holatlar bo'ldi. Yo bu yolg'onmi? Xitoylikdan bu yoqda Xitoy kompaniyasi kelib bilganini qilyapti. Albatta u qo'rqitadi, qanaqadir shiorlar, nimalardir qilib yotibdi. Boshqalarda tabiiy ravishda ogohlantirib oldindan ana shu asosda qilinadi-ku. Sport tadbiri nima ommaviy tadbir emasmi yo'q? Unga kelganda yumshoq olib ketdi. Nima uchun Xitoyga kelganda, Xitoyliklarga kelganda nima uchun hamma narsa hamma joyida jim o'tirlaring, qisib o'tirlaring degan narsa bo'lyapti. Albatta bu odamlarda e'tiroz paydo qiladi. Ochiq, oydin aytish kerak, bildirish kerak. Men qarshi emasman, investitsiya kirsin, boshqa qilsin, lekin balans ushlash kerak o'rtoqlar, balans. Bu o'z-o'zidan odamlarda e'tiroz bo'lmayapti. Odamlarning e'tirozini yana dushmanlikka, yana Xitoy bilan dushman qilib qo'yishga bular harakat qilyapti. Bularning niyati yomon, chetga sotilgan degan narsalarni yopishtirishdan to'xtash kerak, sog'lom sal fikrlashga boshlaylik. Kelajakdan xavotir qilganligidan ayrimlar gapiryapti buni. Birortasi bir tushib normalniy bir izoh bera olmasa, faqat odamlarni o'zini ayblashga o'tsa. Mana boshqa mamlakatlarda ham bizni fuqarolarimiz borib ishlab yuribdi, boshqa qilib yuribdi, butun dunyoda bor bu deb. To'ppa-to'g'ri butun dunyoda bor, gap yo'q. Lekin butun dunyoda qaysi xalq Turkiyani qavmi mamlakat diniy qarashlardan yoki boshqadan kelib chiqib tarbiyalanuvchi lagerlar qilib qo'ygan Xitoyga o'xshab? Ayting. Albatta xavotir, o'zini qardoshi bilan bo'lib turgan ishni ko'rgandan keyin odamlarda tabiiy xavotir bo'lyapti. Endi hozir bu haqda gapirsang, birpasdan davlat dushmani unga bunga chiqarib tashlanadi. Yo'q, unaqa emas, shunchaki oddiy odamlar nimaga e'tiroz qiladi, nimadan xavotir qilyapti? Ularda o'sha xavotirlarga ochiq-oydin javob qilib beringlar. Ochiq-oydin bildiring, bo'lmasam balansimiz qanaqa o'zi? Nimaga birdaniga ko'payib ketdi bunaqa? Sababi nima bilan bog'liq? Nimaga ular reklama shitlarini ochiqchasiga qo'yib qo'yapti? Peshlavhalarni hamma yoqqa o'zimiz tushunmaydigan tillarda ilib tashlayapti. Ularning xayollari, ular qanday xayollar bilan kirib kelyapti bu yerga? Maqsadlari nima? Ana shu narsalar qo'rqityapti odamlarni. Kelib, yaxshi niyatda o'qib, boshqa qilib ketsa mayli, hech qisi yo'q, e'tiroz yo'q. Lekin ertaga Uyg'urlarning boshiga tushgan bizni boshimizga tushmaydimi degan qo'rquv bor. Shunga javob topib beringlar bo'ldi. Ha narsadan chetdan anaqa diversantlarning nimasi boshqa degandagi, shu gapirayotgan odamlar o'zini bir sog'lom tanasiga bitta o'ylab ko'rish kerak edi, o'zini kelajakda uni avlodlari mana shu yerda yashaydi, o'zi qanday tasavvur qiladi shuni? Shuning uchun oddiy o'zbekistonliklarning fikri bo'layotgan vaqtda uni chetdan uyushtirilayotgan xuruj deb qabul qilish kerak emas. Shu atrofda ko'rib sodir bo'layotgan voqealarni ko'rib gapiryapti odamlar. Ularni chet elda agenti dushmaniga chiqarish bu debilizm aytayapman-ku, dalbayobchilik bu. Ana bittasi o'tirib olib turib siyosatchi bilmayman kim chiqib zakaznoy narsalarga xalqni ayblab yotibdi. Har xil narsada bular sotilgan, bizni ana Xitoy bilan urushtirib qo'ymoqchi tashqi kuchlarni o'yini boshqasi deb. Hech qanaqa unaqa narsa emas. Men ko'rmadim birorta tashqi kuchga sotilgan, mana shu e'tiroz qilayotgan odamni shu tashqi kuchga sotilib gapirayotganligini. Oddiy odamlar, oddiy tadbirkorlar, oddiy dehqonlar, oddiy o'qituvchi, oddiy insonlar mana shu menga kim e'tiroz qilib aytayotgan bo'lsa-ki, ular sotilib yuradigan emas, uni sotib olish kerak emas birovlarga. Ular shunchaki atrofdagi narsalarni ko'rib aytayapti fikrini. Shuni hisobga olinglar hech bo'lmasa. Balansni ushlay olmayotgan mas'ul odamlarning xatosi bu. Iqtisodiy sohada, boshqada, investitsiya sohasida ham. Bitta davlatning hissasiga investitsiya hajmi keskin oshib ketishi ham to'g'ri emas. Kim pul bersa kelaver deb qarash, unaqa qabul qilib olish ham to'g'ri emas ekan demak. Sal qarash kerak shu tomonlariga. O'shanda bir davlatning o'ziga, iqtisodiga, bir xalqqa butunlay iqtisodiy boshqa tomonlama qaram bo'lib qolmaydi. Bu mamlakatning suvereniteti bilan bog'liq masalalar. Boshqalar o'ylamay, ko'rmayotgan bo'lsa, oddiy odamlar shuni ko'rib xavotir qilyapti. Ularning aybi emas bunaqa ko'rib turganligi. Shuni tushuntirib berish kerak bo'ldi. Umumiy investitsiya masalasida
Xitoy O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarni o'sha diplomatik yo'llar bilan rivojlanishi, savdo iqtisodiy baho gozo masalalarida rivojlanishiga hech qanaqa e'tiroz yo'q. Marhamat, rivojlansin, gullasin, do'stona, tenglik bo'lsin. Lekin mo'rmaloqni birdan yopirilib ketishi haqiqatda odamlar qo'rqitib qo'ydi. Shu asosiy masala, shuning uchun mana shu masalalarga izoh berish kerak. Meni fikrim shu. Menga qolsa, men xitoylik investorlar Xitoydan investitsiya kiritilishiga shoshma-shosharlik qilmasdan o'ylab, jiddiy 7 o'lchab 1 kesib, kerak bo'lsa 70 o'lchab 1 kesib harakat qilish kerak degan fikrdaman. Men doimiy xavotirda bo'lganman bundan. Meni xavotirlarim hali ham tarqamagan. Biz Rossiyani yaxshi bilarmiz, ularning xarakterini, boshqa davlatlar bilan ishlagan bilarmiz, lekin ochig'ini aytganda men ham xitoyliklar qanaqa nima mafhum men bilmayman ular. Lekin to'g'ri, baribir aloqa qilish kerak, o'rganish kerak. Bu to'xtatib qo'y, qarshi bo'l degani emas, balansni saqlattirib beringlar bo'ldi. Odamlarga ishonch bo'lsin, bo'ldi. Qo'rqmasin. Qardoshimizni boshiga tushgan kun bizga tushunmaydimi degan qo'rquv bor. Bo'ldi, shunga o'xshagan narsalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta O'zbekiston kelajagi buyukligiga ishonamiz, biz ham ishonamiz. Bu yo'lda har kim o'ziga yarasha hissa qo'shadi va bu yurtda, bu mamlakatlarda siz va bizning avlodlarimiz, o'zimiz ham ozod, obod, farovon yashashga haqqimiz bor. Yashash istagi bilan yashayapmiz ham. Qilayotgan ishlarimiz, aytayotgan gaplarimizga doim mos bo'lsin. Omon bo'linglar.